Salaydan ikki chekimni olib chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bo'lmi kayfiyat sollo. O'ldi. Buyini Amerika massisi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qtivording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? 20 ming dollar topishlari kerak, 18 ming dollar menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga 20 ming dollar. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'g'ri qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Oprasheniya. Mahallaga nima bo'lyapti? Urushmay. Barsa zo'r, Real zo'r deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslijon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlikmi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor-puturga bordingmi? Uyalaman ne rais bu ha? Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, Fitpillonga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling.